Dasturimizni xorij xabarlari bilan davom ettiramiz. Braziliyaning Rio shahrida 2 vertolyot havoda to'qnashib ketishi oqibatida 6 kishi halok bo'ldi. Qurbonlar orasida amerikalik xonanda Oliver Tree hamda argentinalik bloger Gasper Prim ham borligi ma'lum qilindi. Hodisa 14-iyun kuni sodir bo'lgan. To'qnashuvdan so'ng vertolyotlardan biri elektromobillar avtosaloni avtoturargohiga qulab tushib, yong'in kelib chiqqan va o'nlab avtomobillar zarar ko'rgan. Hozirda aviahalokat sabablari yuzasidan tergov olib borilmoqda. Turkiyaning Istanbul shahrida 2 avtomobil chorrahada to'qnashib ketdi. To'qnashuvda avtomobillardan biri yonib ketgan, 3 kishi jarohat olgan. Voqea joyiga qutqaruvchilar kelib, jabrlanganlarga yordam ko'rsatgan. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. AQShning Washington shtati harbiy dengiz piyodalari korpusiga tegishli Fi-18 Hornet qiruvchi samolyoti rejaviy o'quv mashg'uloti vaqtida halokatga uchradi. Baxtli tasodif tufayli uchuvchi samolyot yerga urilishidan biroz avval katapulta qilishga ulgurdi va yengil jarohatlar bilan omon qoldi. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida yaqin atrofdagi lagerlarda dam olayotgan barcha fuqarolar zudlik bilan evakuatsiya qilindi. Hozirda harbiy samolyotning qulash sabablarini aniqlash maqsadida maxsus komissiya tomonidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan milliy terma jamoamiz nafaqat maydondagi o'yini, balki yuksak madaniyati bilan ham e'tibor qozonmoqda. Kanadada o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvidan so'ng terma jamoamiz vakillari mezbonlarga minnatdorchilik bildirib, kiyinish xonasida samimiy tashakkurnoma qoldirgan edi. Unda mehmondoslik uchun rahmat Kanada, jahon chempionatida omad degan so'zlar bitilgan. Bundan tashqari futbolchilar va murabbiylar shtabi foydalanilgan kiyinish xonasini namunali holatda qoldirgani ham xalqaro sport jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmadi. Ushbu holat xorijiy ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, o'zbekistonlik futbolchilarning professional yondashuvi va yuksak madaniyatiga yuqori baho berildi.